yangi chiqayotgan mashinalarda freon kam chiqyapti deyishayotgan ekan. Yo'q, freonlar hammasi joyida. Faqatgina uni konditsionerni kuchaytirish kerak bo'ldi. Ancha oldin konditsioner bo'yicha video qo'ygan edim. Ko'pchilik ishonmay hayron qarab, qilsa bo'ladimi freon alishtirmasdan deb ko'p so'rayapti. Qilsa bo'ladi, albatta. Mashina agar yili juda 4 yildan ko'p eskirib ketmagan bo'lsa, qilsa bo'ladi hammasini. Keyin mana yangi chiqayotgan mashinalarda freon kam chiqyapti deyishayotgan ekan. Yo'q, freonlar hammasi joyida. Faqatgina uni konditsionerni kuchaytirish kerak bo'ldi. Agar mashinaning yili eski, juda ham eski bo'ladigan bo'lsa, oldin datchik qo'yib tekshiriladi-da. Keyin agar shunday ham gradusini tushirib bergandan keyin ham normaga kelmaydigan bo'lsa, keyin freonni alishtiriladi. Men o'zimning mashinamni misol qilib ko'rsatganman necha marta. Mana shunaqa yoshliginglarni xolodilnikning ichida saqlaysizlar. Agar konditsionerni mana shunaqa kuchaytirib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib ko'rasizlar. Mana shu videoni mana shu konditsioner kuchaytirib ketgan bolalar ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yo o'xshadi, yo o'xshamadi. Men xafa bo'lmayman, borni yozinglar. Hozir mana plus 3 darajada turibdi mashinaning ichi, polniy. Mana 2 da turibdi. Yaxshigina muzlatyapti. Bu hozir salqinroqda. Kun ustida eng qizig'i mashinani pechkasini to'rga qo'yasizlar-yu, sal havo yetishmay qoldi. O'sha payt illuq haydab yuboradi. Bunda bo'lsa muzdek havo haydab turadi. Qildirganlar bo'lsa ichinglarda shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyaga borini yozib ketinglar. Yo zo'r bo'ldi, yo bo'lmadi deb. Biz xafa bo'lmaymiz. Qolganlar ko'rsin, qilish kerak bo'lsa, Ustunov Pro har doim xizmatingizga tayyor.